Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Birinchi semestrga atrobotgan bor ichida o'shani topshirishga kelolmaganman, uxlab qoldim deganman. Aslida uxlab qolmaganman, kiygim kelmagan. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Rahmat. To'g'risi atrobotkalarim juda ko'pligi alam qiladi, lekin shuni olganingizda ham bilaman, lekin baribir ham qaysarlab yuraman. The Bluetooth device is connected. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Bir marta mavzuga chiqish vaqti kelganda, mavzuga tayyorlamaganim uchun chiqmaganman, lekin buni qizlar aytmagan. Qoyil lekin, qoyil. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Ustoz har safar dars o'tamiz deganda men yoki energizing yoki metodlar bilan vaqt o'tkazishni xohlayman. Ana bu ishing boshqacha. Ana bu ishing boshqa. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Ustozni aldab to'yga ketib qolganman, darsdan qochib. Aldaysan Sardor, nimaga birovni Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz, chunki biz domlaga kinoyali so'zlar bilan ishlatmaymiz. Ammo nima qilyapti bu? Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Doim ustoz qattiq qo'l bo'ladilar, biz chidashga harakat qilamiz. Og'a, siz zo'risiz. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Ustoz bizga dars kirganga go'zallarim deb kinoya qilib gapirmaydi. Xo'p bo'ladi. Ammo o'mni bironta bir to'pi odam qolmam. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Siz ko'p marta qizlar jonlar deb qizlar safiga qo'shib yuborgansiz.